Bir ota bechora o'g'liga aytdi, bolam, men mabodo o'lib qolsam, shu bitta qo'y so'yib, hali ehson qilasanmi desa. Qo'ylari bor ekanda, qo'rasida. Voy otajon, unaqa demang. Endi so'rayapman-da, bolam, shu men o'lsam, shu bitta qo'y bo'lsa ham so'yib odamlarga ehson qilasanmi? Dadajon, siz agar mabodo o'tib qolsangiz, bitta emas, ikkita qo'y so'yaman dedi. Bolam, shu o'lishim kutmasdan shu tirikligimda so'yib bir maza qilib yeylik dedi. O'shaning uchun tirikligida qilganingizga teng kelmaydi. O'tgandan keyin juda katta savob bor buni, lekin tirikligida uni roziligini olib, duosini olib qolishni baxtini his qiling. Otalarni, onalarni, farzandlarini haqqiga qilgan duosi payg'ambarlarning ummatlarini haqqiga qilgan duosi bilan teng deyishadi. Bu juda katta narsa. Sizni muammolaringiz hayotda qancha bo'ladi uni bilmayman, lekin oxirigacha yechimi bitta bo'ladi. Ota-onangizni duosi